Hozir biz Venbanga ofisiga keldik, Gilamni ofisiga kirib keldik. Sizlar uchun eksklyuzivniy bitta obzor qilamiz, ko'rib chiqamiz. Bu yerda chiroyli resepsiyon bor. Venbang emblemasini qo'yib qo'ygan, kutib oladi sizlarni. Bu yerda ko'rayotgan bo'lsanglar, Foshinda ishlab chiqariladi, hamma yozuvlari ko'rinishda bo'ladi. Keyin ichkariga kiramiz hozir mana. Ichkariga kirib kelishinglar bilan zamonaviy, chiroyli ofis bizlarni kutib oladi. Bu yerda mana butun dunyoga sotadi. Ko'rishingiz mumkin, karta bo'yicha belgilab qo'ygan, qaysi dollarlarga sotishini qaranglar, butun dunyoda shu brend sotiladi mana. O'shaning uchun bu yevropeyskiy standartga javob beradigan kreslo zavod, ya'ni kreslo hisoblanadi. Sifati juda ham zo'r. Bu yerda mana o'ng tomonda ko'rishingiz mumkin, ofislari joylashgan. Bu yerda hamma xodimlar o'tirib ishlaydi. Mana chap tomonda переговорный xona, bu yerda gilamli jarayonlar bo'lib o'tadi. Mana hozir biz Venbangga endi showroomiga kirib keldik. Mashtaka chiroyli showroom kutib oladi bizga. Ko'rayotgan bo'lsangiz, juda ham chiroyli ishlab qo'ygan ekan showroomda. Mana shu yerda hamma modellarni qo'ygan, lekin biz bu modellarni yanada sifatini oshirganmiz. Mana ko'rishingiz mumkin, bu yerda kojinli, dermatning kreslolar hammasi joylashgan. Pedallarni ko'rishingiz mumkin mana. Oxirgi rusumdagi sifatli pedallardan qo'yilgan. Mana hozir kreslani eng gilamli mana lampalarni ham o'zgartirishgan. Ko'rayotgan bo'lsanglar, ingichka, zamonaviy yangi led lampalar qo'yilgan. Sariq, oq yonishi hammasi funksiyalarda ishlaydi. Bu kreslamizda yana arzonroq variantli joylari ham bor, ya'ni dermatning, mana kojasi oddiy koja, dermatli koja qilingan, lekin juda ham yumshoq qilingan. Buni ham biz ko'p klientlarimiz so'rayotgani uchun savdoga qo'yamiz. Bemalol zakaz qilib olishingiz mumkin. Qolgan joylari hamma joyi bir xil bo'ladi. Bu ham dermatli modeli. Bularning farqi asosan qaysidir pannasi boshqacharoq ko'rinishi, sifatida, nakонечник turadigan joylarida lampasida farq ketadi. Qolgan joylari bir xil ketadi bu yerda. Eng arzon kreslasi ham bor bu kompaniyamizning. Mana ko'rishingiz mumkin. Bu yerda pannasi juda ham oddiy, sodda bo'ladi. Nakонечник qo'ygan joyi 5 talik bo'ladi, lekin lampasi ham oddiy bo'lishidan qat'iy nazar mana ikki xil rangda yonadi, ya'ni sariq, oq rangda yonib yoqib ishlatsanglar bo'ladi bu narsani. Lekin kojasi shu oddiy dermatning ko'rinishida bo'ladi. Даже mana bu yerda arzon kreslolarga mana sifatli yaxshi pedallar qo'yilgan. Bu yerda ikkita, ya'ni suvga, havoga adden ishlatsanglar bo'ladi. Kreslani barcha jarayonlarni shu yerda boshqarsanglar bo'ladi. Biz olib kelayotgan asosiy kreslamiz kojinli kreslo hisoblanadi. Chunki ko'p talablarga binoan mana shunaqa yumshoq, eko kojadan tikilgan. Ranglarini ham ko'rishingiz mumkin. Yaxshi, oxirgi trendiy soching ranglardan kelyapti. Mana rukavlarni ham ko'rayotgan bo'lsanglar, bu yildan yangi rukav qo'yilgan. Mana sifati ham juda ham sifatli materiallar ishlangan, juda ham oson chiqishi, patsientlarga hech qanaqa xalaqit bermaydi. Biz ham xudo xolasa shu joylarni qo'yib olib kelamiz sizlarga. Mana bu kreslani ham ko'rishingiz mumkin. Kojasi, pedallari oxirgi rusumga qo'yilganligi, har xil pannasilar olib qo'yilgan. Lekin biz obunachilarimiz uchun, klientlarimiz uchun addenni, ya'ni o'zgartirishni ko'p kirityapmiz. Nakонечник qo'yilgan joylarini 6 talik qo'ydiramiz, chunki pavishaliklar uchun ham muhim bo'lyapti hozir. Mana bu pannaslarni biz ekranli, maksimal darajada funksiyalarni ko'proq qilib, ya'ni ishlatishga qulay qilamiz. Mana kojalarni ham ko'rsanglar bo'ladi. Qalin tikilingan, tikilishiga e'tibor berasizlar, rangiga juda ham sifatli qilingan mana. Mana ko'rdinglar, hozir biz Venbanga ofisini, ya'ni showroomini aylanib ko'rdik, kreslarini, sifatini ko'ryapsizlar, ranglarini ko'ryapsizlar hammasini. Marva jamoasi, komandasi, kompaniyasi faqat sizlar uchun eng eksklyuzivniy sifatli tovarlarni taklif qiladi.